O'rtoqlar, mana navbatdagi obyektimiz ham bitdi. 3 etajli, 1-2 podval. Hozir katenisini ko'rsataman. Umumiy 220 kvadrat. Katenisi. Gazli boiler. Resirkulyatsiyani asos qo'yganmiz. Rashbaklari. Kichkina xonaga sig'dirdik. Turqa klapanlari. Kollektorimizni yoniga ham o'sib chiqarib oldi. Расходомерный коллектор. Подача обратно ketadi. Max terimi 50 kilovatlik kotelda. Bir konturli. Litrli boiler. Bu boilerda bitta afzallik tarafi bor ekan. Knopkani bosib yoqib o'tirmaysiz. Kotel do'q konturli kotelga o'xshab yoqasiz. Gradusi belgilaysiz, bo'ldi, o'zi o'chib yonaverar ekan. Xonalar hammasiga komnatli termostat qo'yganmiz. Simlarini tashlab qo'ydik. Nimalardan keyin ustanovka qilib ketamiz. Kimga qiziq bo'lsa yozsanglar, uni ham video qilib chiqaramiz, xudo xolisa.